Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi G'ulom Osman Əpəndining Paninin Dozixi Xitay hökmranlığı sərləvlik maqalası Twitterda 3000-ga yaqın əgəşkütüsü bolğan Hindistan Vibes News xəbər kanalında e'lon qilindi. Hozirga qadar G'ulom Osman Əpəndining 10-ga yaqın Xitayning uchiga chiqqan makkarligi, insonga xos bo'lmagan rezil maytini dal, aynan chinlik bilan tasvirlagan nodir maqolalari Vibes News xabar kanalida e'lon qilinib, o'qirmanlarning kuchli qo'zg'olishini qo'zg'ash bilan birga Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga yurgizib kelayotgan vahshiy yirtqichlarga xos qilmishlarini dunyoga oshkorlab, dunyo jamoatchiligining diqqatini qo'zg'adi. G'ulom Osman Apandi bu maqolasida 5-iyul Urumchi qatlamining orqa ko'rinishini va qatliamning jarayonini qisqacha xulosalab o'tgandan keyin bu kunning faqat tashqi dunyoga bilingan 21-asrdagi irqiy qirg'inchilikning boshlanish kuni ekanligini, nimani qilsa qonunliq, haqliq chog'lab bexiraman Sharq Turkiston xalqiga zulm qilish odatiga ega Xitoylarning Sharq Turkistonda bir kunmi zulmni to'xtatib qo'ymaganligini, Xitoy irqiy qirg'inchiligining tasavvur qilg'isiz darajada rayimsizligini va Sharq Turkistonda normal hayotning bir parchasiga aylanib qolganligini, hatto bu vahshiyliklarning nazilarni cho'chitadiganligini bayon qiladi. Shundaqla Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan jazo lagerlarini Aleksandr Solzhenitsin tasvirlagan Kulak taqim orollariga selishtirib, Kulak taqim orollarining Rus jamiyatining sirtidagi bir dunyoda ekanligi va u yerga yo'llanganlarga ma'lum jinoyat ortildiganligini, rasmiyat yuzidan bo'lsa qonunliq bir ko'rinish hosil qilganligini, Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan jazo lagerlariga so'langan insonlarning gunohkor yoki gunohsizga ayrilmaydiganligini, Kulak taqim oroliga avatilganlarda oz to'la erkinlikning borligini, ammo Kulak taqim orollariga aylangan Uyg'ur jamiyatida qilchimi erkinlikning yo'qligini, Turkiya xalqlarining ismi jismi bilan manqurtlashtirilib, ma'lum guruh, ma'lum shaxslar o'z manfaatlari uchun nurg'un insonlarning azoblarini ravo ko'rish insoniyat tarixining boshlang'ichidan tortib mavjud reallik ekanligini, Sharq Turkiston xalqining beshiga kelgan zulmning hozirgacha hech kimning beshiga kelmaganligini, hatto falastinliklar uchrayotgan zulmni Sharq Turkistonliklar uchrayotgan zulmga selishtirg'ili bo'lmaydiganligini, falastinliklarning hech bo'lmaganda mustaqil davlatining borligini, o'zining diniga e'tiqod qilish, ibodat qilish, zolimga badduo qilish erkinligining borligini, ammo Sharq Turkiston xalqining zolimni madhiyalashga majbur bo'lganligini, masjidlarga zolimning so'zlari va rasmlarining esilganligini, xutbalarda zolimning buyurganlarini so'zlashga majbur bo'lganligini, 70 yildan oshgan bo'lsa-mu bu zulmdan dunyoning xabar topmaganligini, bugungi kunda qisman xabar topgan bo'lsa-mu, ammo uning dengizdan bir tomchi ekanligini, Xitoyning kamplarini natsist kamplarga selishtirg'ili bo'lmaydiganligini, natsist kamplarning yanada Xitoy kamplaridan rohat ekanligini, kampga qamalganlarning qisman erkinligining borligini, Xitoyga tekshirish umiki berib ahvolni tekshirishga to'g'ri kelsa-mu, amaliy ahvolga erisholmaydiganligini, ko'z bo'yamchilikda chekidan oshgan tajribaga ega Xitoylarning jinoyatini ustalik bilan yushira oladiganligini, faqat xalqaro sudda inkor qilg'ili bo'lmaydigan dalil isbotlar bilan yuzlashmasa irqiy qirg'inchilik qilmishining ochiq-oshkora bo'lmaydiganligini, tekshirishga sirtidan bordiganlarning cheklik vaqt, cheklik doira ichida faoliyat, harakat imkonlari orqali haqiqiy turda aniqlay olishining zodimi mumkin emasligini, Xitoy hatto iz qoldirmaslik uchun kamplar bilan birga jasad ko'ydirish o'choqlarini operida qilganligini bayon qiladi. Oxirida insoniyatga inson tragediyasiga sayirchi qilishning nomus ekanligini, bugun bu zulmga to'xtat deyishga petinolmaganlarning atila bu zulmning obyektiga aylanib qoladiganligini, Xitoylarning dunyoga xo'ja bo'lish niyatining tug'ilishidan mavjud ekanligini ogohlantirib, haq adolat tuyg'usini yo'qotib qo'ygan barliq xalqlarga zolimga tur deyish, zolimga chekit qo'yishning har bir insonlikning insonlik burchi ekanligini xotirlatadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning organ yig'ilish qilmishiga ko'ngil bo'ldi. 2021 yil 6-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir turkum mustaqil mutaxassislari Xitoy tutqun qilgan Falun Gongchilar, Uyg'urlar, Tibetlar, musulmonlar va xristian qatorliqlarning orasida ilib borgan organ yig'ish to'g'risidagi andisini o'ttirib qo'ydi.
Bayonotqa qaraganda Xitoy az sonliq millat deb atılgan millatlar masalasidagi alayda dokladchi Fernand de Varenes efendini o'z ichiga olgan mutaxassislar, ya'ni diniy e'tiqod erkinligi haqida alayda doklad berguvchi Ahmad Shahid efendi, qiyin qistoq va boshqa inson qalbidan chiqqan muomalalar va jazolar to'g'risida alayda doklad berguvchi Nilis Menzies efendi qo'lga ilinganlarning organlarining o'ltira ovoz to'lqini va rentgen nuri qatorliq tekshirishdan majburiy o'tadiganligi to'g'risida ishonchli uchurga erishdi. Boshqa mahbuslarning bundoq tekshirishdan ruxsatsiz o'tishi talab qilinmaydi. Anglashlarga qaraganda tekshirish natijasi a'zo taqsimotini osonlashtiradigan jonliq organ manbalarining sonliq ma'lumot ombirida xotirlangan. Bayonotda deyilishicha, ayblashlarga qaraganda mahbuslardan elingan eng ko'p uchraydigan a'zolarning yurak, böğrek, jigar, munguz parisi ko'rsatilgan. Aytishlarga qaraganda bu xil davolash xarakteridagi soda shakli tashqi kasalliklar doktori, narkoz dorisi va boshqa davolash mutaxassislarini o'z ichiga oladi ekan. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tunji qitim Xitoyda organ yig'ish masalasini o'ttirg'a qo'yishi emas. Darvaqa 2006 va 2007 yillari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoy haqida o'xshash andishlar o'ttirg'a qo'ygan, ammo Xitoy tarafidan yetarli javobga erisholmagan. 2019 yili 6 oyning 17 kuni Xitoy sudi 60 betlik xulosani e'lon qilib, Rim nizomnomasining 7-moddasida belgilangan insoniyatga qarshi jinoyatning sodir bo'lganligini bayqadi. Bu xalqaro qonunlarda ruxsat qilinmaydigan irq, millat, madaniyat yoki diniy e'tiqod qatorliq sabablar tufaylidan qasdlab o'ldirish, yo'qotish, turmaga tashlash yoki jismoniy erkinlikdan qattiq mahrum qilish, qiynash, bosqinchilik qilish yoki jinsiy zo'ravonlik qatorliq ziyonkashliklarni o'z ichiga oladi va jinoiy qilmishlarni aniqlab chiqqandan keyin sud qo'llanishga bo'ladigan harakat bosqichlari haqida taklif berdi. Masalan, organ yig'ilish masalasida xalqaro adliya sudining maslahat berishi yoki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashidan vijdon mahbuslaridan majburiy organ yig'ilishini tekshirib, maxsus doklad berguvchiga huquq berish. Nima degan bilan fuqarolar, faoliyatchilar va turkilik siyosatchilarga oxirgi qarorni qoldirib, hukumatlarni o'zlarining burchi deb qaragan ishlarni qilishga majburladi. 2 yildan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu temani yana bir qatim qo'lga oldi. Bu jarayonda Uyg'urlarga qilingan bosqinchilik va xo'rlash, jinsiy zo'ravonlik, bolalarni ota-onasidan ayirib o'tish, majburiy homila tushirib o'tish, majburiy tug'mas qilib o'tish, majburiy emgakka silish qatorliq kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risidagi xabarlar maydonga keldi. Bu dokladlar garchi har qaysi davlatlar tomonidan aytlanib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ahamiyatli qadam bosilgan bo'lsa-mu, vaziyatning o'zgarishi va Falun Gong praktikantlarga, Uyg'urlarga yoki boshqalarga qilingan qilmishlarning butunlay bir taraf qilinishidan umid kutkili bo'lmaydi. 8 iyul kuni Belgiya parlamenti Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qattiq aytgan bir qarornomani imzoladi. Bu qarornomani yozishga qatnashgan Yeşiller Partiyasining qonun qo'g'dug'uchisi, Xitoyning jazo lagerlarining shohidlari va millionlagan Uyg'urlarni asos qilgan turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikdan xabardor Samuel Gogolati parlament nihoyatda jasur bir qaror oldi dedi. Belgiya Avam palatasi Gollandiya, Kanada, Litva, Chex va Angliyadan keyin Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan 6-davlat parlamenti. Amerika prezidenti Jo Baydenmi Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning qayta tarbiyalash lagerida tutib turilishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan davlat rahbarlarining biri. Xalqaro kechirim tashkiloti va kishilik huquq kuzatish tashkiloti, xalqaro ommaviy tashkilotlar Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini qattiq aybladi. Bu qaror Yevropa davlati bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatik jiddiylikning manbasi bo'lib, Tashqi ishlar ministrligidan umumiy yig'inga o'tgandan keyin Belgiyadan o'tkazmagan xatoligini o'zgartirish talab qilindi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir odam o'zining milini qo'g'dab o'lib ketsa shahid bo'ladi deganligi hadislardan ma'lum. O'zining milini qo'g'dab o'lib ketgan odam shahid bo'lgan yerda vatandan iborat Alloh miros qilib bergan mulkni, texmi muhim, texmi buyuk, texmi qimmatli mulkni, ko'pga tava bo'lgan mulkni qo'g'dab o'lib ketganlarning shahid bo'lishi aqalli bir masala. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat.
Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.